Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, mana navbatdagi obyektimizda ishlarni yakunladik. Bu yerga kozirovka berdik. Mana juda chiroyli chiqdi baholasi kozirovkamizdan. Mana o'ttalarni ham sentr qilib to'g'irlab, mana darvozani o'rtasiga sentr qilib qo'yib berdik. Mana shu holatda. Baholasi o'ta go'zal chiqdi. Bu yerga skameyka ham qilib berdi. Biz bilan bir qator ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hop. Kozirovkamizni 1 kvadrat metrini 650 ming so'm qilib olib kelib o'rnatib berdik. Materiallar qalinda bo'ldi. Tevalarga 4x2, firmaga 2x2 bilan 4x2 ishlatdik. Eng tevaga rekani o'rniga ham 4x2 qilganmiz. Mana. Sariq qismiga esa 4 ga 4 qo'yganmiz. Ichidagi gullarni o'nli qilib turib, oldidagi gullarni ham chiroyli qilib yasab chiqardik. 1 kvadratini 650 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab olib borib, ustonovka ham yo'q, ichida kraskasi mana shu holatda. Ustunlari ham chiroyli holatda bejirim o'rnadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar, ekrandan nomerlar bilan. Hop, bu yerga skameyka ham qilib o'rnatib berdik. Gulli qilib, chiroyli qilib. Bu skameykamizni 2 million 400 ming so'mga qilib o'rnatib berdik. Mana yo'llari gulli. Rekalari ham, tevalarni ham laklab, yaltiratib mana chiroyli bo'lib o'rnadi. Bunda arzonroq chiqadiganlari ham bor. Qanaqasidan desa, anaqa beyilaveradi. Zakazga qarab qilib beraveramiz. Hozir bu yerda deraza panjara ham o'rnatganmiz. High-tech fasonda. Deraza panjaramiz. O'ta chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Mana kraskalari ham shpekulovka qilib, suvarkalari bilinmaydigan qilib, suvarka bo'lgan joylari ham bilinmaydigan qilib, cho'tka qilib, chiroyli qilib o'rnatib berdik. Buni kvadrat metri hozir kunda 700 ming so'm qilib beryapmiz. Mana 1 kvadratini olib borib, ustonovka qilib o'rnatib beramiz. Mana shu holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, ekranda nomerlar bilan. Mana kozirovkamiz tevasiga leksan yopganmiz. Mana yaxshisidan. Yondan ko'rinish holatlar. Hozir buni uzoqroqdan ham topib qo'yamiz. Mana ko'rinish holatlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar, ekranda nomerlar bo'ladi. Buni har xillari bor. Qanaqasi desani qilib beraveramiz, xudo xolasa. Arzoni bor, qimmati bor, bundan ham ko'ra. Xudo xolasa yana ham narxlarga tushib, chiroyli qilib, olib borib o'rnatib, ustonovka qilib beramiz, chiroyli qilib. Ekranda nomerlar bo'ladi, bemalol aloqa chiqaverasizlar.